Canva dasturida taqdimot yaratish. Buning uchun biz kompyuterimizda mavjud bo'lgan brauzerni ochib olamiz. Misol uchun Google Chrome brauzeri. Google Chromedan Google'ning search qismiga Canva deb yozamiz. O'zi Canva deb yozganimizda logosi bilan grafический dizayn kompaniya deb chiqib turibdi. O'shani ustiga bosamiz va birinchi chiqqan Canva nabor vizuальный элементов для каждого ustiga sichqonchani 2 marotaba bosamiz. Men oldin Canva dasturiga kirganman, undan foydalanganman va shuning uchun ham Canvada meni o'zimda akkauntim bor. Sizda esa bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun zaregistratsiyani bosasiz. Sizda xuddi shunday oyna chiqadi. Mana войдите или зарегистрируйтесь за считанные секунды. Demak, agar sizda rus tilini yoki ingliz tilini tushunmaydigan bo'lsangiz, muammo bo'ladigan bo'lsa, buni o'zbek tiliga tarjima qilishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Sichqonchani o'ng tugmasini bir marotaba bosamiz va translate to o'zbek chiqadi. Unga bosganimizdan so'ng, demak saytimiz o'zi o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Meni kompyuterim rus tilida bo'lganligi uchun rus tilida chiqadi va rus tili menga qulay bo'lgani uchun rus tiliga o'tkazib qo'yganman. O'zbek tiliga tarjima qilib oldik. Demak, sizda 3 xil variant bor. Google bilan kirishingiz mumkin, Facebook bilan kirishingiz mumkin yoki elektron pochta manzili bilan. Google bilan kirishda, elektron pochta manzili bilan kirishning farqi, Google bilan kirish deganda siz mana shu yerda, ya'ni brauzerga qaysi akkauntingiz bilan kirgan bo'lsangiz, shu orqali kirasiz. Elektron pochta manzili bilan kiradigan bo'lsangiz, o'zingizni pochtangizni, demak, kiritishingiz kerak. Mana yozib chiqadi. Keling biz hozir Vaydi, ya'ni Google bilan kirishga bosamiz. Ushbu oyna hosil bo'ladi. Demak, akkauntingizni tanlaysiz va o'zini rasmiy saytini bizga ochib beradi. Canva orqali siz turli xil taqdimotlar, dizaynlar, ijtimoiy tarmoqlarga postlar, veb-sayt, videolar yaratishingiz mumkin. Bu sizni Canva oynangiz, ishchi oynangiz hisoblanadi. Va bu yerda Canvani o'zini ya'ni bo'limlari bor. Yaratishga bossangiz, demak, yangi biror narsa yaratishingiz mumkin. Uy, ya'ni inglizcha home hisoblanadi. Uy oynasi bo'lyapti. Loyihalarda esa oldin yaratgan loyihalaringiz, masalan, taqdimot ustida ishlagan bo'lsangiz, hamma loyihalaringiz saqlanib qoladi. Masalan, men 2 ta taqdimotni ustida ishlaganman. Shablonlar bo'limida esa o'zingizga kerakli bo'lgan shablonlarni izlaysiz. Brend va bunda ilovalar bor hamda bu o'zingizni Canvadan ro'yxatga o'tgan akkauntingiz hisoblanadi. Endi esa biz taqdimot yaratishni o'rganamiz. Demak, qidiruv qismiga bizni sohamiz ona tili va adabiyot bo'lgani uchun, demak, adabiyot deb izlab ko'ramiz. Adabiyotga doir bizga shablonlar chiqazib beradimi? Adabiyot deb izladik, lekin afsuski adabiyot so'zida orqali hech narsa topa olmadik. Bu Canvada hali o'zbek tiliga moslashgan shablonlar, ya'ni kiritilmaganligidan dalolat beradi. Shuning uchun biz keling, buni ingliz tilida izlab ko'ramiz. Mana, Litrich deb yozdik. Bunda biz o'zimizga bir qancha shablonlarni tanlab, undan foydalanishimiz mumkin. Shuningdek, turkum deyapti. Demak, turkumi qanday bo'lishi kerak? Men barcha toifani bosdim. U aynan taqdimot sizga kerak bo'lsa, taqdimotni bosib qo'yasiz. Sizga faqat taqdimotni ko'rsatadi. Xohlasangiz plakatni bossangiz, sizga faqat plakat. Tashrif qog'ozi kerak bo'lsa, tashrif qog'ozini chiqazib beradi.
Keling, demak biz avval o'zimizga mavzu tanlaylik. Mavzu demak adabiyotga bag'ishlangan bo'lsa, adabiyotni inson hayotida o'rni deyishimiz mumkin. Shunday biror narsa yaratishimiz mumkin. Deylik, yana e'tibor beradigan bitta tarafi, mana bu shablondan foydalanmoqchiman. Lekin bu shablon juda chiroyli, zo'r bo'lgani bilan buni ustida ishlay olmaymiz. Ishlashimiz mumkin, lekin saqlay olmaymiz. Sababi ushbu shablon pulli hisoblanadi. Pulli elementlari mavjud. Keling, ushbu shablondan foydalanib ko'ramiz. Uni ustiga bosganimizda yozib chiqadi: Canva Pro'ni bepul sinab ko'ring. Agar 30 kun davomida bossangiz, siz 30 kun buni tekin nima qilasiz? Sinab ko'rasiz, ishlatasiz, lekin undan keyin pulli versiyaga o'tib ketadi. Shuning uchun biz boshqa shablondan foydalanamiz. Pastroqqa tushadigan bo'lsangiz, yana xuddi shunga o'xshash chiroyli shablonlar chiqishni boshlaydi. Keling, demak biz mana bu shablon ustida ishlab ko'ramiz. Demak, ochildi shablonimiz. Shablonni tahrirlaymiz. Shablondan foydalanishni bosganingizdan keyin uni elementlari sizga o'zgartirish mumkin bo'lgan holda Canva ochib beradi. Sizdan talab qilinadigan narsa uni o'zingizga moslashtirishingiz. Demak, biz bu yerga adabiyot deb yozamiz. Adabiyot. Xohlasangiz bu yerga demak Writing History Workshop debdi. Biz esa bunga taqdimotchi deb ism familiyamizni yozib qo'yamiz. Mana. History ofga demak buni o'chib tashlasa ham bo'ladi. Mana ko'rib tursiz. Mana bu yozuv ham kerak emas bo'lsa, yozuv aynan kerak emas bo'lsa, yozuv ustiga bossangiz o'chadi. Yaqinlashtirib qarasangiz, o'zi bilinadi bu yozuvmi yoki rasmmi. Demak, bu yozuv ekan. Ustiga 2 marta bosib o'chirsangiz o'chib ketadi, lekin sizda buni shakli qoladi. Mana o'zgartirdik. Endi esa biz ikkinchisi, demak, agenda. Bunga biz reja deb yozib olamiz. Chunki bizni rejalarimiz bor. Demak, kirish deymiz. Demak, yozuvni nimasi? Adabiyot tarixi deylik. Adabiyot tarixi bo'lishi mumkin. Writing techniques. Demak, bular yozish texnikalari debdi. Biz romanlar deylik. Famous writers, mashhur, demak, yozuvchilar. The best books. Demak, eng zo'r kitoblar. Demak, bibliografiya degani foydalanilgan adabiyotlar dedik. Mana o'zimizga moslashtirib oldik. Juda ham ajoyib chiqdi. Endi introduction. Demak, kirish qismi siz uchun tayyor. Kirish. Adabiyot. Buni so'zni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, sichqonchani ustiga 1 marta bo'lsangiz, yana 2 marta bo'lsangiz, o'zi belgilanib qoladi. Deylik, adabiyot. Adabiyot nima? Shu haqida ma'lumot keltirasiz. Kirish qismingizda o'z darsda nimani o'tmoqchi bo'lsangiz. Demak, history of writing. Biz bu yerda yozdik, rejamizda adabiyot tarixi dedik. Shuni ustiga bosamiz va Ctrl A ni bossak belgilab oladi. Keyin Ctrl C qilamiz va 4-sahifamizga qaytib kelib, bu yozuvni ustiga 2 marta bosamizda Ctrl V qilamiz va adabiyot tarixiga o'zgardi. Deylik, sizga buni tuzilishi yoqmadi, tekstlanishi. Mana bu yerga kelib, Вравнениyadan to'g'rilasangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'rtaga, xohlasangiz chekkaga. Menga o'rtada turishi yoqdi. Demak, adabiyot tarixi. Buni ham o'zgartirasiz, ya'ni tarix haqida biror narsa yozib qo'yasiz. Rasmi ham o'zi kitoblar tayyor turibdi sizga.
Endi writing techniques, ya'ni texnikalar haqida edi. Biz demak romanlarni yozdik. Xuddi shunday nusxalab qo'ysak bo'ladi. Demak, roman turlarini yozishimiz mumkin. Bo'lib olib biz ham yozishimiz mumkin. Yoki adabiyotlar deb yozsak, birinchisiga hikoyalar, janrlar deb yozsak hikoya, qissa, roman deb yozsak ham bo'ladi. Keyin adabiyot deb o'zi beryapti bizda, bizniki esa demak mashhur yozuvchilar edi. Bular o'sha nimani writing skills davom ettiryapti. Demak, biz ham agar bu yerga janrlar deb yozib oladigan bo'lsak, janrlar desak, deylik, birinchisini hikoya, qissa, endi deylik roman deylik. Shunda men bu joyga demak literaturaning o'rniga hikoya deb yozamiz va o'zbek hikoyalari haqida ma'lumot keltiriladi. Endi bu yerga writing skills bir ikkita hikoyalardan demak misol yozishimiz mumkin. Va u haqida qisqacha ta'rif yozib ketamiz bu yerga. Xo'p, keyingi nimamiz library 1, library 2, demak kutubxonalar haqida gap ketyapti. Boya bizda xuddi shunday hikoyadan keyin qissa yozdik. Demak, qissaga ikkita qissa tanlab olsak, qissa 1 haqida, keyin qissa 2 haqida gapirsak bo'ladi. Undan keyingisi writers, demak yozuvchilar haqida bizda ham bor edi. Yozuvchilar. Mana biz deylik Abdulla Qodiriydan boshlaylik. Endi bizga Abdulla Qodiriyning rasmi kerak. Xo'sh. Biz o'zi internetda turganimiz uchun brauzerdan plus oynasini bosamiz. Bizda bunda yangi oyna hosil bo'ladi. Yangi oynani bosganimizdan keyin, demak qidiruv qismiga Abdulla Qodiriy deb yozamiz. Abdulla Qodiriy o'zi chiqdi. Abdulla Qodiriy PNG deb yozsak, faqat bizga rasmlar chiqib beradi. U haqida ma'lumotlar umuman chiqarilmaydi. Abdulla Qodiriy, mana Abdulla Qodiriy haqida rasmi chiqdi. Demak, men bu rasm sal sifatliroq ko'rinyapti. Uni ustiga bir marta bosamiz. Qani saytidan chiqib keladi mana. Xo'sh, shu holatda yuklab olishimiz ham mumkin yoki kopirovat qilib olishimiz ham mumkin. Yuklab olsak sifatliroq tushadi. Masalan, save image as qilamiz va рабочий stolga saqlaymiz, topishimizga oson bo'lishi uchun. Rasm 1 deylik. Saqladik. Canvaga kelamiz. Saqlaganimizdan keyin o'zi загрузка tugmasini bosganimizda rasm 1dan bo'lib turibdi. Shunday olib kelib turib, men buni ichiga qo'ysa ham bo'ladi. Mana Qodiriy kelib tushdi. Keyin men bu ramkaga joylashtirishimiz uchun udaletni bosamiz va buni kichraytirishni boshlaymiz. Ya'ni rasmni shu ramkaga moslab, o'lchamini to'g'rilab qo'yamiz. Mana. Xuddi shunday cho'lponni yozishingiz mumkin, to'g'rimi? Eski adiblardan. Cho'lponni yozishingiz mumkin. Cho'lponni ham xuddi shunday rasmini o'zgartiramiz. Deylik, xuddi mana shu bandga cho'lpon deb yozamiz. Mana. Endi xuddi shu boyagi narsani men sizga kopirovat qilib qanday joylashni o'rgataman. Bu orqasi oqroq bo'lar ekan. Men bu rasmni sal sifatli shekilli kopirovat qilamiz. Canvaga o'tamiz va Ctrl V ni bosamiz. Xuddi shunday tushdi. Qizni rasmini o'chirib turamiz. Yana rasmni o'lchamlarini to'g'rilaymiz. Mana shunday.
ortiqcha tortvormasligingiz kerak. Mana xuddi shunday o'zgartirib chiqaverasiz o'ziga keraklarni. Bibliografiya biz boya foydalangan adabiyotlar deb ketdik. Adabiyotlarni yozasiz. Keyingi 11-stranitsada metodlar haqida gap ketyapti. Bizda yana nima qoldi? Rejamizga qaytib olamiz. Demak, biz ham zo'r kitoblar haqida yozmoqmiz biz. Qani, ularda shu band bormikan? Demak, biz ham Cho'lponni yoki Abdulla Qodiriyni birorta yaxshi kitob haqida yoki romandan birorta sitat olib joylashimiz mumkin bu yerga. Mana o'zi o'sha band keldi, The Best Books. Xohlasak, men bu rejamizdan demak to'g'irlab olishimiz mumkin. Biz ham eng zo'r kitoblar dedik. Yana Ctrl+C bilan kopirovat qilib olamizda. Bu yoqqa kelib Ctrl+V qilamiz. Demak, birinchi kitob 2, 3, 4 qisqa yozib ketamiz. Bu yerda esa demak, boya foydalangan adabiyotlarni kiritib ketdik, lekin bunga birorta roman haqida ma'lumot yozsak yaxshiroq bo'lardi. Shuning uchun buni o'zgartiramiz. Ma'lumot deylik bu yerga. Manba bibliografiyaga o'zi alohida bor ekan, demak foydalangan adabiyotlar. Sizda ham shunday holat yuzaga keladigan bo'lsa, buni belgilaysizda. Ozgina kichraytiramiz. Va buni bunday tepaga surib qo'ysak chiqadi va bu yerga demak foydalangan adabiyotlar haqida yozasiz. Slaydimizning eng so'nggi sahifasi. Buni e'tiboringiz uchun tashakkur deya o'zgartiramiz. Xuddi shunday buni ham belgilab kichraytirishni boshlaymiz. Yoki bo'lmasa shu yerdan 100 ni tanlamasak ham bo'ladi. Mana vaqt kamroq ketadi. Bu yerga fan nomini yoki ish joyingizni yozishingiz mumkin. Biz esa o'zimizni platforma nomi, ya'ni raqamli ustoz deb yozamiz. Slaydning boshiga qaytamiz. Xo'p. Endi biz prezentatsiya qilishimiz uchun bosamiz. Bu yerdan ko'rib olishingiz mumkin. Xohlagan rejimda qilishingiz mumkin. Undan oldin animatsiya qo'ysak ham bo'ladi. Demak, birinchi bet animatsiyani bosamiz. Elementda bo'lsinmi yoki stranitsada? Demak, keng stranitsada bo'lsin. Stranitsa shunday chiqsin. Birinchisi, demak, keng 4-sahifaga qo'yamiz. Endi mana shunday qo'yamiz. Buni bunday qo'yishimiz mumkin. Xo'p, endi hammasiga qo'ymadim. Hammasiga bitta xohlaganingizcha qo'yishingiz mumkin. Prezentatsiyani bosamiz. Открыть презентацию в полном экране desangiz, prezentatsiyani bossangiz, sizga full screenda mana shunday ajoyib tarzda taqdimot chiqadi. O'tkazaverasiz. Mana shunday. Endi agar men buni saqlab olaman, menga kerak deydigan bo'lsangiz, buni quyidagicha saqlaysiz. Поделиться bosasiz va sizda quyidagicha menyu chiqadi. Skachat, prezentatsiya, общий yoki PowerPoint yoki saytda hammasini xohlaganingizcha saqlanib qilishingiz mumkin. Deylik, skachatda bosamiz va xohlasangiz PDFda saqlanib qiling, xohlasangiz PPTda qiling, xohlasangiz PNG qiling, xohlasangiz JPEG qiling. Lekin bitta nimasi, bu yerda saqlagan narsangiz animatsiyalar o'tmaydi. U faqatgina animatsiya Canva dasturini o'zida ishlaydi. Demak, biz PDF qilyapmiz va 1/15 gacha saqlanib qilyapti. Sijat qilishingiz ham mumkin. Ya'ni kamroq megabayt bo'lsin deydigan bo'lsangiz, uni sijat qilasiz, lekin bu ham pulli. Shuning uchun oddiy qilib saqlanib
qilib olasiz. Sketchat qilamiz. Bu PDF formatda bo'lyapti. Xohlasangiz PPTda, ya'ni PowerPoint ishlaydigan qilib saqlasangiz ham bo'ladi. Загрузка bo'lyapti. Xo'p, demak, saqlanib bo'ldi va ustiga bitta bosamiz. Mana bizning slaydlarimiz saqlanib bo'ldi. Buni o'zingiz darsingizda ishlatishingiz mumkin. Mana qanday bo'lsa, xuddi shunday yozganimiz saqlanib bo'ldi, saqlandi. Ya'ni juda ham ajoyib dizaynda bo'ldi. Xohlaganingizcha ichiga o'zgartirish kiritib saqlashingiz mumkin. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.